Kvartira sotib olish uchun katta pul kerak deb o'ylaganmidingiz? Bizda Toshkentda bunga yechim bor. Bu gibrid рассрочка. Bu haqida sotuv bo'limi rahbarimiz to'liqroq ma'lumot beradilar. Misol tariqasida 2 xonali xonadonni рассрочка shartlarida xarid qilish haqida gapiradigan bo'lsak, taxminan xonadon narxi 500 million so'm. Shu 500 million so'mdan 20%ni boshlang'ich badal sifatida topshirish kerak bo'ladi. Bu 100 million so'm degani. Рассрочка muddati 12 oy davomida har oyda 7 million so'mdan to'lov kiritib boriladi. Bu degani 1 yilda 84 million so'm degani. Demak, oxirida 500 million so'mdan 100 million ayirdik, keyin 84 million so'mda ayirdik 1 yil davomida. Oxirgi to'lov 316 million so'm qoldi. Mana shu 316 million so'm mablag'ni bir vaqtning o'zida o'z mablag'lari hisobidan yopishga to'g'ri keladi yoki o'sha payt ipoteka kreditlari hisobidan ham bu to'lovni amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Mana hammasi shunchalik oson, moslashuvchan va real. Gibrid рассрочка Toshkentda. To'liqroq ma'lumot uchun sotuv ofisimizga tashrif buyuring yoki rasmiy saytimizdan to'liqroq ma'lumot oling.